Prokaryot hujayralar haqiqiy yadroga ega emas, DNK halqasimon tuzilishga ega, jinsiy ko'payish kuzatilmaydi, hujayra mitoz yo'li bilan bo'linadi. Hujayra markasi mitotik ip va plastida mitoxondriya bo'lmaydi. Hujayra qobig'i murean yoki pektin deb yuritiladi, hifchini oddiy tuzilgan. Ko'pchiligi erkin azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega. Oziq moddalarni hujayra qobig'i orqali shimib oladi. Ba'zan gazli vakuolalar uchraydi. Bakteriyalar yadro rosmana shakllanmagan, mitoz yo'l bilan bo'linadi, jinsiy ko'payish uchramaydi. Hujayra po'sti murean moddasidan iborat, ya'ni hujayrasi murean deb yuritiladi. Plastidalar mavjud emas. Noqulay sharoitda spora hosil qiladi. Sporalar tashqi omillar ta'siriga ancha chidamli bo'lib, bakteriyalar spora holatida bir necha yilgacha o'z hayotchaligini saqlab qoladi. Bakteriyalar turlari: tayoqchasimon batsilla, buralgan vibrion yoki spirilla va sharsimon ko'klar kabi turlari mavjud. Bakteriyalar turlari 3 xil bo'ladi: parazit, aerob va anaerob. Parazit bakteriyalar kasalliklar sekin rivojlanadi. Sil kasalligi bu tayoqchasimon bakteriya. Tez tarqaladigan xavfli kasalliklarga o'lat, vabo, kuydirgi. Emlash orqali esa ichburoq, bo'g'ma, qo'qshol kabi xavfli kasalliklarni oldini olinadi. Ikkinchisi, aerob bakteriyalar, ya'ni erkin kislorodli muhitda yashovchi bakteriyalar. Bunga chirituvchi bakteriyalar misol bo'ladi. Organik moddalarning parchalanish natijasida chirishni ta'minlaydi. Avtotrof bakteriyalar organik moddalar to'plash xususiyatiga ega. Buning uchun quyosh energiyasi yoki kimyoviy energiyadan foydalanadi. Tuganak bakteriyalar yiliga 1 gektar yokida 10,000 metr kvadrat maydonda 200 kilogrammgacha azotni to'playdi. Uchinchisi, anaerob bakteriya, ya'ni erkin kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyalar. Bunga achituvchi bakteriyalar misol bo'ladi. Bu sut mahsulotlari tayyorlashda, bodring va karamlar konservalashda, yem-xashak o'simliklarda silos bostirishda, spirt va sirkalar olishda, tolalarni ajratishda keng foydalaniladi. Ko'k yashil suvo'tlar bo'limi hujayrasida xilma-xil pigmentlar uchraydi, lekin ular orasida ko'k fikosiyan va yashil xlorofil pigmentlari ko'proq bo'ladi. Hujayra po'sti pektindan iborat. Bakteriyalarda murean bo'lsa, ko'k yashil suvo'tlarda pektindan iborat, ya'ni pektin deb yuritiladi. Hujayrada fotosintez mahsuloti sifatida oqsil donachalari zaxira moddalar sifatida to'planadi. Ko'k yashil suvo'tlar bo'lim vakillariga xirokok, osolatoriya va nostok kabi turlarni o'z ichiga oladi. Bir hujayrali vakillar xirokok lotinchada Chirococcus deb yuritiladi. Osolatoriya oddiy ipsimon, shilimshiq pardasi bo'lmagan, hujayrasining eni bo'yidan bir necha marta katta. Osolatoriya ipi tanasi bo'ylab bir xilla tuzilgan hujayralardan iborat. Osolatoriya ipi alohida garmgoniyalarga ajralib ketish yo'li bilan ko'payadi. Osolatoriyaning sitoplazmasida rangsiz qismi sentroplazma, uni o'rab olgan rangli qismi esa xromatoplazma deb yuritiladi. Yana xromatoplazmada xlorofil pigmentlar mavjud bo'ladi. Nostok koloniya holida yashovchi suvo't. Koloniyasi yong'oq yoki olxori donasidek kattalikda bo'ladi. U shilimshiq po'st bilan qoplangan. Koloniyasi ko'pincha tog'li tumanlarda, buloq, soy va ariqlarda keng tarqalgan. Yaponiya va Xitoyda nostokning ba'zi turlari ozuqa sifatida ishlatiladi. Markaziy Osiyo cho'llarida ko'k yashil suvo'tlarning ahamiyati, ya'ni tuproq hosil bo'lish jarayonlarida qatnashadi, erkin azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega bo'lib, tuproqni azotga boyitadi. Yodda tuting, xlorofil pigmenti quyidagilardan qaysi organotida joylashgan? Ya'ni yuksak o'simliklarda
xloroplastda, suv o'tlarida xromatoforda, ko'k yashil suv o'tlarida esa xromatoplazmada joylashgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.